Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biz Arap alfabetinin to, vo, ayn, g'oyn tamg'alarini o'tamiz. Biz bugün harakelerde fatha a, kasra i, damma o, sukun harekelerini o'tamiz. Alif, a, i, o, ba, ba, bi, bu, ta, ta, ti, tu, sa, sa, si, su, jim, ja, ji, ju, ha, ha, hi, hu, ho, ho, hi, hu, dal, da, di, du, zal, za, zi, zu, ro, ro, ri, ru, za, 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 zi, zu, sin, sa, si, su, shin, sha, shi, shu, صاد صاصي صو ضاد ضاضي ضو طا tamg'asi bugungi tamg'amiz. To deganda bizning jon tamg'a. To deganda fathaga kelganda to bo'yidan aytiladi. Kasra pi jon aytamiz. Ti emas, ti bo'lsa ta ti tu bo'lib qoladi. O'sha bu to tamg'asi. Biz bugacha ta'ni o'tganmiz, biroq ta ichki tamg'a bu emas. Bu ta ti tu, bu ta ti tu bo'ladi. Al endi bu to bugungi tamg'amiz jon tamg'a. Ikkovi ayirmasi to tamg'asi jon. To, ti, tu deb aytamiz. To, ti, tu. Keyingi zo tamg'asi bu da jon. To do'yila bir g'ana chekit bilan ayiramiz. Zo tamg'asi. Zo, zi, zu. Burada fatha kasraga kelganda jon dug'u. Zo, zi, zu. Saqo tamg'a. Tilimizni biroz tishlab aytamiz. Zo. Buni da ko'p mashq qilib qaytalamizlar. Daftarga bir betini to'ldirib shu tamg'ani yozib zo deb yozib chiqinglar. Zo, zi, zu. Undan keyingi tamg'a ayn. A, i, o. Bunda biroz harakat mahrajini to'g'ri chiqarishga harakat qilinglar. Biroz qiyinroq bo'ladi, biroq qayra mashq qilib o'rganib olsangizlar bo'ladi. Ayn, a, biroz tamg'a qisib aytasiz. Ayn, a, i, o. Shunday bir g'ana bu usti tarafı yozilib qoladi, oldi qursog'i yozilmay qoladi. O'rtasidan kelganda shunday bo'lib yoziladi dag'i, ichi bo'yalgan bo'ladi, ayirmasi. Bo'lmasa fa boshqa tamg'alarga o'xshab ayirmalanishi kerak, al tamg'alarni o'sha ichi bo'yalgan bo'ladi. A, i, o. Oyog'ida shunday bo'ladi, jana отдельно turganda bunday bo'ladi. A, i, o. Bundaylar g'oyin tamg'a. G'o, g'i, g'o. Ayndaylar bir g'ana chekit bilan ayirmalanadi. G'oyin tamg'ada jon tamg'a. G'o, g'i, g'o deb aytamiz. Sizlar ko'p mashq bilan qayra aytib jatib, bir g'ana saboq uchun emas, boshqa ma'nolarda da qaytalab jatib olinglar. Doimo aytib jursangizlar, o'rnidan mahrajdan chiqarib harakat qilsangizlar, undan keyin jilish bo'ladi buyursa.